Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz 5-mavzuni ko'rib chiqamiz. Raqamli biznes modellar kursimiz. Eslatib o'taman, ushbu kurs Yevropa Ittifoqining Erasmus plus Hayat-Tech loyihasi doirasida olib borilmoqda. Bugungi mavzumizda 5-mavzu raqamli biznes modellarining turlari deb nomlangan mavzuga to'xtalamiz. Unda biz biznes model yaratishga yondashuvlar, biznes modellarining rivojlanayotgan turlari, ijtimoiy tarmoqlarning monetizatsiya qilish asoslari, omnichannel ko'p tarmoqli chakana savdo modeli to'g'risida to'xtalamiz. Keling avval biznes modellar to'g'risidagi yana bir fikrlarimizni, iboralarni takrorlab olsak. Biznes model bu kompaniyalarga tijorat faoliyatini amalga oshirish va o'z maqsadlariga erishishga imkon beradigan asosiy va yordamchi biznes jarayonlar to'plamidir. Boshqa so'zlar bilan aytganda, kompaniyaning biznes modeli bu kompaniyaning qiymatini yaratishi va foyda keltirish usulidir. Bu Chesbroug'ga ko'ra ta'rif edi. Endi o'zi biznes modelni biz doim shunaqa tushunishimiz kerakki, bu tashkilotni qanday qilib pul ishlab topishi yoki maqsad qilganligini haqidagi tushuncha berishini tushunishimiz kerak. Ya'ni odatda kompaniya qanaqa qilib pul topadi, daromad ko'radi va bunga erishish uchun qaysi ishlarni amalga oshiradi. Keyingi ta'rif biz ko'pchiligimiz o'tgan darslarda taniganimiz Canvas biznes modelini asoschisi Osterwalder fikrlariga ko'ra, biznes model tashkilotning turli mijozlarga taqdim etadigan qiymatini, tashkilotning imkoniyatlarini, ushbu qiymatni yaratish, targ'ib qilish va mijozlarga yetkazish uchun zarur bo'lgan hamkorlarni, mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni va barqaror daromad manbalarini yaratish uchun zarur bo'lgan kapitalni aks ettiradi. O'zi Canvas biznes modelini ko'rsa agar 9 ta blok, shu 9 ta blok ichidagi har bir blokni o'z ta'rifiga jamlagan desak to'g'ri bo'ladi. Ya'ni biz ushbu darsimizda omnichannel degan chakana savdo biznes modelini ko'ramiz. Biz ko'pchiligimiz eshitgan bo'lishimiz mumkin. Bu sinergiyalashgan bir model. Bu odatda butun dunyoda mashhur bricks and mortars va elektron sotishni birlashtiradi. Bricks and mortars degani fizik do'konni nazarda tutadi. Ko'pchilik omnichannelni bu elektron tijoratning kelajagi deb tushunadi. Demak, buning uchun elektron sotuvchilar, fizik do'konlar va bricks and clicks o'z strategiyalarini qayta ko'rib chiqish va o'z biznes modellarini qayta aniqlash talab etiladi. Demak, biznes modelli yangi turi hisoblanayotgan omnichannel modelida biz endi bricks mortars emas, fizik do'konlar emas, bricks and clicks. Bu yangi strategiya, bu kliklar bilan amalga oshiriladigan va onlayn savdoni o'z ichiga olgan bir model hisoblanadi. Biz biznes modellarni yaratish uchun quyidagi bir qator savollarga javob berishimiz lozim. Bu savollar, demak, biznes model qurishimizdagi aspektlarni bizga oydinlashtirib beradi. Birinchisi, kompaniya qanday mahsulot yoki xizmat sotadi? Qiymat taklifi nima? Ikkinchisi, iste'molchilar mahsulot yoki xizmatdan nimani kutmoqdalar? Bu narx yoki sifatdagi o'zgarishlar bo'lishi mumkin yoki bir tezlik bo'lishi mumkin yoki qanaqadir boshqacha bir qiymat taklifi bo'lishi mumkin. Ular qanday muammolarni hal qilmoqchilar? Demak, mahsulot va xizmatlarimiz qanday muammolarni hal qilmoqchi? Kompaniya bozorning qaysi segmentiga kirishini rejalashtirmoqda. Tarqatish kanallari, distributsiya kanallari qanday? Kompaniya mahsulot yoki xizmatini qanday sotadi? Qanday sotishni rejalashtiryapti? Kompaniyaning biznes jarayonlari
faoliyatini uzluksiz ta'minlash uchun qanday resurslar zarur, qanday resurslar aktual hisoblanadi va birinchi hisoblanadi yoki aytaylik ikkinchi hisoblanadi. Ranki qanaqa bu biznes bu resurslarni. Keyingisi 6-inchisi biznes modelini amalga oshirish natijasida kompaniya qanday xarajatlar vujudga keladi kompaniyada. 7-inchisi mijozlar bilan munosabatlar qanday o'rnatiladi? Kompaniya mijozlarni qanday jalb qiladi? Qanday qulayliklar yaratadi? Mijozlarni jalb qilish va ushlab qolish uchun qanday munosabatlar o'rnatish kerak? Qanday qilib mijozlarning mahsulot, xizmatdan qoniqishlariga, keyin esa doimiy mijoz bo'lib qolishlariga erishish mumkin. Bunday doimiy mijozlar qanday katta foydaning qanday katta qismini ta'minlaydigan mijozlar ekanini o'rganish. Demak, 9-inchisi resurslarni yetkazib beradigan va axborot tizimlarining ishonchliligini ta'minlaydigan hamkorlar bilan munosabatlarni qanday o'rnatish lozim? Raqobatchilar bilanchi? Demak, bu hamkorlik qismiga to'g'ri keladi. Va 10-inchisi qancha sarmoya talab qiladi? Demak, shu savollarga javob berishimiz jarayonida biz biznes model qurishimizning turli aspektlariga javob olamiz. Endi biznes modellarni amerikalik olim Michael Rappa 9ta biznes modellar guruhiga umumlashtiradi. Bularni ko'rib chiqsak, demak, birinchisi bu vositachilik modeli. Brokerage model deydi. Bu eBay, Cars Direct, PayPal, Priceline, Get Taxi, Booking.com degan demak yoki kabi shu demak kompaniyalar foydalanadi. Demak, vositachilik modeli asosida ishlaydi. Keyingisi reklama modeli. Bunda Craigslist, Yandex, Yahoo, Google, Facebook, Kontakte shunga o'xshagan servislarni e'tiborga olishimiz mumkin. Keyingisi axborot vositachilik modeli, intermediary model deyiladi. Bu reklama tarmoqlari, marketing agentliklari, meta media bilan shug'ullanadigan kompaniyalar yoki Double Click, Nielsen degan kompaniyalar, dunyoda mashhur kompaniyalar ushbu modelni ishlatadi. 4-inchisi savdo modeli. Bunga Amazonni misol qilishimiz mumkin, Ozonni misol qilishimiz mumkin, Apple iTunesni misol qilishimiz mumkin, Lands End kompaniyalarini misol qilishimiz mumkin. Keyingisi demak 5-inchisi ishlab chiqaruvchi modeli, to'g'ridan to'g'ri yoki Crash modeli ham deyiladi. To'g'ri tarjima qilsak agar Manufacturer Direct modeli. Bunda vositachilarsiz to'g'ridan to'g'ri xaridor bilan ish olib boriladi. Masalan, Rossiyada mashhur M-Video demak xizmatini yoki Dell kompyuterlari to'g'ridan to'g'ri mijozlarga o'zi kompyuter sotadi, ya'ni distribyutorlarni ishlatmaydi. Shunga o'xshagan misollarni keltirishimiz mumkin. Demak, keyingisi 6-inchisi hamkorlik biznes modeli. Bunda Barnes and Noble, Ozon.ru, Amazon.com kabi veb-saytlarni misol qilib olishimiz mumkin. Keyingisi hamjamiyat modeli, buni community model deymiz. Bunda ijtimoiy tarmoqlar, platforma, crowdsourcing xizmatlari, open source yoki public broadcasting demak axborot uzatish kanallarini misol qilishimiz mumkin. Facebook, Red Hat, Flickr, Friendster, Wikipedia kabi ko'plab misollarni keltirishimiz mumkin. Hatto shu eBayga o'xshagan kompaniyalarning ham demak o'zini hamjamiyati bor, shu asosida demak ko'p masalalarni hal qilinadi. Sotish bo'yicha o'rganiladi, demak konsultatsiya beriladi, ko'p jihatdan savdoni rivojlantiradi u ham. Keyingisi obuna modeli. Demak bu matn, audio, video kontent, trafik, mana kinolarni misol qilishimiz mumkin. Ko'proq shu kompaniyalar foydalanadigan model. Netflixlarni olishimiz mumkin, listen.com yoki mana Amazon Prime ni olishimiz mumkin. Umuman obunaga asoslangan demak modelni biz juda ham ko'p uchratamiz. Odatda telefon kompaniyalari ham obuna modeliga asosan ishlaydi.
Keyingisi utility model deb yuritiladi. Amaliy model desak ham bo'ladi tarjimada. Bunda slash dot, priceline yoki InDriver degan kompaniyani yaqinda O'zbekiston bozoriga kirishga harakat qilgan kompaniyalarni misol qilishimiz mumkin. Bunda ko'pincha mana shu narxni o'zing belgila yoki narx tanlash kabi funksiyalar ishtirokida amalga oshiriladi model. Endi zamonaviy rivojlanib kelayotgan modellarni, ayrim modellar to'g'risida to'xtalamiz. Bu freemium va free to play biznes modellari. Bularda asosan nima? Freemiumda birinchi asosiy funksiyalar demak bepul qilinadi. Demak, bepul free demo versiyasi bor. Ikkinchidan qo'shimcha imkoniyatlar uchun demak to'lanadi, to'lov amalga oshiriladi. Demak, bunda pulli foydalanuvchilar darajasi 0.5-1% tashkil qiladi. Demak, asosiy kontent, demak 99% ga yaqin kontenti demak tekinga free usulida, modelida foydalaniladi. Keyingisi free to play. Bu o'yin bepul, butunlay bepul, lekin foydalanuvchilar uchun qulaylik uchun qo'shimcha funksiyalar uchun to'laydi foydalanuvchilar. Masalan, ayrim o'yinlar, ko'pincha o'yinlar darajasida ko'rishimiz mumkin. Kiyim sotib olish uchun qo'shimcha to'lash kerak. Yoki buyum sotib olish uchun o'yinda qo'shimcha to'lash kerak. Bunga odamlar $1000 $10,000 xarajatlar qilishadi odatda. Bu o'yinlarni ham misol keltirilgan, masalan, Jetpack Joyride, Resort HD Farm, keyin farming o'yinlar bor. Facebookda ko'p o'yinlarni kuzatishlaringiz mumkin. Shunaqa qo'shimcha jihozlari uchun, qanaqadir attributlar uchun pul to'lanadi. Endi ijtimoiy tarmoqlarni daromad manbalariga to'xtaymiz. Ijtimoiy tarmoqlar ko'pchilik uchun tushunmasligi mumkin, qayoqdan daromad qiladi, biza yozganimizdan daromad qiladimi yoki internet ishlatayotganimizdan daromad qiladimi degan savollar bo'ladi talabalarning orasida. Ijtimoiy tarmoqlarning asosiy daromadlari bu reklamalardan daromad. Demak, ko'proq, masalan, Facebooklarda ham juda ham ko'p reklamalarni ko'ramiz. Keyingisi virtual sovg'alar uchun to'lovlar. E'tibor bersalaringiz, agar Facebookda ham qanaqadir chiroyli gul yoki bir narsa stikerlarni jo'natmoqchi bo'lsalaringiz, albatta to'lov amalga oshirishlaringiz kerak. Undan keyingisi onlayn o'yinlar uchun to'lovlar. Demak, ko'p ijtimoiy tarmoqlar o'ziga mana shu o'yinlarni integratsiya qilib oladi va shularga to'lov orqali o'yin sotish yoki o'yinga qo'shimcha xizmatlar, mana ilovalar va o'yin ichidagi to'lovlarni amalga oshirish orqali daromad qilish mumkin. Ayrim demak ijtimoiy tarmoqlar ro'yxatdan o'tish uchun to'lov naqa qilish mumkin, talab qilish mumkin. Bunga dastlab WhatsAppda ham $1 qilib qo'yilganligi eslaringizda bo'lsa, bu ham shu modeldan bittasi, daromad modelidan bittasi. Keyingisi katta hajmdagi fotosuratlar va videolarni saqlash uchun to'lovlar. Bu demak biz ishlatib yuraverishimiz natijasida juda ham katta ma'lumotlarimiz yig'iladi va keyinchalik buni masalan kattaroq hajmdagi video va fotosuratlarimiz uchun qo'shimcha to'lov qilish talab etiladi. O'zi ijtimoiy tarmoqlarni foydalanuvchilarning soniga qarasa agar 2021-yilda baholanyapti 3.78 milliard foydalanuvchi. Bu 2025-yilga borib 4.41 milliardga yetishi kutilyapti. Demak, yildan yilga bu ijtimoiy tarmoqning qamrovi kengayib boradi, ommalashib boradi va shu bilan birga buni daromadlari ham ushbu sohada biznes qilish ham juda ham ommalashib boradi. Bu yangi biznes modellarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini sonini biz turli xil naqalar bo'yicha har xil yillarda bu 19-20-yilda ham ma'lumoti bor, 21-yilda ma'lumoti ham bor ko'rishimiz mumkin. Ma'lum bo'lgan ma'lumotlar asosida ushbu tablitsani naqa qildik. Mana ko'rishimiz mumkin, Facebookda 3 milliardga yaqin bo'lib boryapti yildan yilga. O'zi 21-yilda 2.9 milliard
deb baholanyapti foydalanuvchilar soni. Va undan keyin Twitter, Instagram, Tumblr, Kontakte, LinkedIn kabi bunaqalar ham juda ham yuqori turadi foydalanuvchilar soniga ko'ra. Keyinchalik yana bir muhim narsa, ko'plab kompaniyalar, korporatsiyalar o'zini mana shu messenjerlarni, o'zini ijtimoiy tarmoqlarni qurishga harakat qilyapti. Bu ko'p jihatdan nimalarni nazarda tutadi? Birinchidan, ko'p qamrovli platformani qurish. Ikkinchidan, raqobatchilarni kuchsizlantirish. Uchinchidan, bozordagi mavqeini mustahkamlash. To'rtinchidan, strategik rivojlanish maqsadlarida agar raqobatchi kompaniya uchun kelajakda xavf bo'lsa, unda strategik qaror sifatida demak ko'rishadi. Masalan, biz misol keltirdik, bu yerda Google WhatsAppni sotib olishga intilgan. Nimaga intilgan? Chunki kelajakda mana shu yo'nalishda rivojlanish demak strategik maqsad bo'lgan. Endi ko'p telefon kompaniyalarini ko'rishimiz mumkin. Masalan, Yaponiyadagi telefon kompaniyalaridan bittasi Line degan mana shunaqa ijtimoiy tarmoq naqasini, messenjerini ishlab chiqqan. Bu orqali to'lovlar amalga oshiriladi, metrolarda pul to'lanadi va hokazo. Yoki birgina naqada Xitoyda ko'rsak agar, Xitoyda ham WeChat rivojlanishini ko'rishimiz mumkin va boshqa kompaniyalar ham shunga o'xshagan aloqa kompaniyalari ko'proq qiziqish bildiradi. Boshqa korporatsiyalar ham shunga o'xshagan servislarni rivojlantirishi demak oxirgi yillarda juda ham maqsad qilib qo'yishgan ko'p. Boya to'xtalib o'tgan Bricks and Clicksga ozgina to'xtalamiz. Bu tushuncha sifatida izohlaymiz. Bricks and Clicks yoki omni-channel chakana savdo strategiyasi bu biznes model uchun jargon atama hisoblanadi. Uni yordamida kompaniya ham offline ham online demak faoliyat yuritishi mumkin. Ba'zan unga yana qo'shimcha funksiyalar qo'shilishi mumkin. Demak, ko'pgina chakana sotuvchilar telefon orqali bugun ko'ramiz, ko'p joyda veb sayti bo'lsa ham, qanaqadir yoki do'koni bo'lsa ham telefon orqali ishlashadi. Demak, omni-channel yoki Bricks and Clicks bu ikkovini birlashtiradi. Demak, onlayn bilan demak fizik mavjudlikni birlashtiradi. Demak, omni-channel degan naqaga to'xtaldik. Biz o'zi undan oldin tushunishimiz kerak, bir kanalli savdo bor, ko'p kanalli savdo bor va omni-channel bor. Demak, bir kanalli savdo bu demak bitta yo'nalishda, masalan, offline da ishlash yoki online da ishlash. Demak, ko'p kanalli savdo bu ham offline da ishlash, ham online da, ham mobilda, ham telefonda va turli distributsiya kanallari orqali ishlash. Omni-channel bo'lsa, bu hammasini demak bittaga sinxronizatsiya qilishni nazarda tutadi. Demak, dunyoda ushbu demak model rivojlanib bormoqda elektron tijorat sohasida. UC Today nashrining ma'lumotiga ko'ra, bunda 10 ta iste'molchidan 9 nafari aynan omni-channelni tanlaydi. Chunki bunda sinxronizatsiya bor. Bir paytda o'zida turli xil naqalarda demak devicelarda foydalanish mumkin. Turli xil demak klientlarni poddershkasidan foydalanish mumkin. Masalan, siz Telegramdan zakaz qilsangiz yoki WhatsAppdan zakaz qilsangiz, albatta sizni boyagi veb saytda kirib qo'shimcha qilishingiz mumkin yoki veb saytdan keyin sizni naqaysiz do'konga borganingizda sizni do'kon taniydi. Men uchta narsa bu zakaz qilib qo'ygandim desangiz, ha siz oldingi klientimiz, mana bizda daningiz bor deb aytadigan darajadagi demak model. Bunda mijozlar tajribasi dedik, customer experience orqali demak o'rganilganda UC Today nashri demak shu xulosaga kelgan. Demak 10 tadan 9 tasi mana shu anaqani usulni tanlar ekan mijozlardan.
Bu yana savdo va taklifni o'sishiga olib keladi. Savdo strategiyani omnichannel kanalga aylantirish juda ham oddiy emas, lekin bu o'zini oqlaydigan strategiya hisoblanadi. 46 ming xaridorni o'rganish shuni ko'rsatadiki, omnichannel mijozlari bitta kanalli mijozlarga qaraganda ko'proq pul sarflashadi. Yana e'tibor bersa agar, bular odatdagi, demak, chekini miqdori, demak, omnichannel kanallarda kattaroq. Omnichannel yana mijozlarning sodiqligini oshiradi. Omnichannel mijozlari nafaqat ko'proq pul sarflashadi, balki ular sizni brendingizga ko'proq sodiq ham bo'lishar ekan, tadqiqotga qaraganda. Demak, tadqiqotlar yana shuni ko'rsatadiki, omnichannel xarid qilish tajribasidan so'ng 6 oy ichida ushbu mijozlar chakana do'konlariga, demak, 23% ko'proq takroriy xaridlarni amalga oshirganlar. Demak, ushbu strategiyani qo'llagandan keyin, demak, 23% ga qaytib kelishlar ko'paygan. Keyingi muhim jihat, omnichanneldan foydalanganda ma'lumot yig'ish yaxshilanadi. Mijozlarni turli xil kanallar orqali kuzatib borishga imkon beradigan chakana sotuvchilar o'zlarini iste'molchilarga ko'proq moslashtirilgan tajriba bilan xizmat qilishlari mumkin. Bu kustomizatsiya deb yuritiladi. Keyingisi, omnichannel yondashuv korxonalarga o'zlarining xaridorlarini nafaqat internetda, balki jismoniy do'konlarda ham ko'proq xarid qilish bilan shug'ullanishga undaydigan tarkib va takliflarni yaratish bo'yicha tushuncha olishga imkon beradi. Demak, xulosalar qilishga imkon beradi bu. Demak, biza boya personalizatsiya to'g'risida, kustomizatsiya to'g'risida to'xtaldik. Endi omnichannel commerce'da shaxsiylashtirish, personalizatsiya to'g'risida ham to'xtaymiz. Nimaga kerak bu desa, birinchidan, sizni mijozlaringizni har bir kanalda va teginish nuqtasida, touch pointlarda shaxsiy tajribani, demak, o'rganadi. Mijozlar nima kutadi? Shu tajribani yaxshilanishini kutadi. Keyingisi, bugungi iste'molchilar nafaqat sifatli mahsulotlarni, balki ular tezkor bo'lishi va ular haqida ma'lumotni tezda olishlarini xohlashadi. Ya'ni operativ bo'lishni ham xohlaydi. Keyingisi, demak, mijozlar sizni veb-saytingizga kirishni va mahsulotlarni osongina qidirish, narxlarni taqqoslash, shaxsiy tavsiyalarni ko'rishni xohlaydi. Demak, ularga qanaqadir yo'naltirilgan bo'lishini xohlaydi. Agar o'tgan safar qanaqadir mahsulot qirib topa olmagan bo'lsa, bu safar mana shu mahsulot keldi deb aytishini, ularni tushunishini xohlaydi, demak, mijozlar. Shu uchun ham bizneslar mijozlarga qarab borish kerak, mijozlarni tushunishga, personalizatsiyaga qarab borish kerak deb o'ylaymiz. Endi qanday qilib omnichannel strategiyasini yaratishimiz mumkin? Birinchidan, xaridorimizni yaxshilab bilib olishimiz kerak. Ya'ni taxminlar bilan biznes boshlab bo'lmaydi, ya'ni strategiya qilib bo'lmaydi. Maqsadli auditoriyangizni qiziqishlari, xatti-harakatlari va ehtiyojlarini o'rganing. Demak, auditoriyani aniqlab olsak, undan keyin ularning ehtiyojlarini o'rganishimiz kerak. To'g'ri kanallarni tanlash kerak. Mijozlarni qayerda va ular nima qilayotganini bilish kerak. Ya'ni mijozlar haqida to'laroq axborotga ega bo'lish kerak. Keyingisi, har bir kanal uchun aniq maqsadni tanlash kerak. Masalan, bitta kanal asosan ta'sir o'tkazish uchun bo'lsa agar, brend yoyish bo'yicha bo'lsa agar, bittasi yangiliklarni berish uchun bo'lishi mumkin, bittasi va sotish uchun bo'lishi mumkin. Barcha kanallarga mijozlarni ulash kerak. Bu qiyin qism va faqat uni mukammal bajargandagina ishlaydi bu ushbu qism. Demak, kanallarni bir-biriga bog'lash, bir-biri bilan, demak, sinxronizatsiyada, sinergiyada ishlash. Keyingisi, kanallarni doimiy update qilib turish, ya'ni saqlab turish. Bu demak, kamchilik aniqlanganda ularni yengillab turish. Shu orqali, demak, omnichannel strategiyasini qurishimiz mumkin. Endi touch point degan tushuncha darsimizda, demak, gapirib ketdim. Ushbu mavzuda endi unga to'xtalsa agar, har bitta mijoz sizni biznesingiz bilan aloqaga chiqar ekan, xaridor sifatida, demak, foydalanar ekan, sotib olishni maqsad qilsa agar, demak, uni sotib olishdan oldin, sotib olish jarayonida
va sotib olgandan keyin siz bilan kommunikatsiya qiladi. Mana shu har bitta nuqta, kommunikatsiya nuqtasi bu demak touch point hisoblanadi. Shuning uchun ham biz yaxshi tushunib olishimiz kerak, touch pointlarimiz o'zi qayoqda va ularni qanaqa qilib yaxshilashimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.